Assalomu alaykum. Hozir biz sizlar bilan O'zimiz ochgan kanalga chat biriktirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun O'zimiz ochgan kanalga kira olishimiz kerak bo'ladi. Kirganimizda bajarilgan vazifalar kanal ustini bosgan bo'ladi va bu yerda настройки kanali bor. Bu yerda mana 3 ta nuqtani bosgan bo'ladi va управление kanaliga kirishimiz kerak bo'ladi. Va kirganimizda mana обсуждение добавить группу turibdi va soздать группу. Bajarilgan vazifalar chat bosib qo'ysak, сохранить bosamiz. Mana o'sha kanal ochildi va buni qayerdan ko'rsak bo'ladi? Описание kanali. Mana bu yerda biz ochgan kanalda chat turibdi va bu yerga xohlagan narsamizni yozsak bo'ladi. O'chib ketmaydi. Biz sizlar bilan ko'radiganimiz shular edi. E'tiboringlar uchun rahmat.